Aleyküm yakın xos abunachilari. Kim bir qarz berib turib bilsa, bemalol pastdan nomer qoldiraman, qarz berib turinglar. Sababi shunday zo'r kvartira chiqdi. Yaqinlar mana kasr olib beradigan. Kuxnyasi şöyle koridorga chiqqan bir xonali kvartiramiz 40 metr kvadrat. Birinchidan ko'rib ketamiz. Bu yerimizda prixожий zona bo'ladi. Bu yerimizda kuxonniy zonasi. O'shadagi ko'rib turgan hamma narsalaringiz qoladi. Dushovlarnacha qoladi. Pastlari pol bo'lgan, kir mashinalarigacha bor. Bu yerimizda yaqinlar yuvinishxonasi. Yuvinishxonasi ustini versakli deb ko'ttiradi. Bemalol bir joyga saqlab beraverasizlar. Kuxnyam bu yerda bo'lgan, hozir bu yerni spalniy zona bo'lib turibdi bu yer. Böyle bir spalniyat bir şey sezdi oladım da ne? Duh kontrolünün kaçolları durttu. Yaqinlar perdeleri, döşovları hemen esas tayyor. Yanda endi umumiy xonasini ham ko'ramiz. Umumiy xonasini kattaligini qaranglar. Bu şey katta tushgan. Konditsionerlar ham bor. Xudo xolasa Emine dükkanının yanındaki Tazadom'damiz 4-qavatda bir xonali kvartira sotiladi yaqinlar. 325 milyon narxi. Azgina gelişib beriladigan yeri bor, srochniy bosib beradigan lekin bir xona, ikki xona qilingan. 325 milyona shokolad narxda. Pastdan nomerlarni qoldiraman, bemalol murojaat qilavering.